Shahlo, Labay. ovqatingiz tayyor bo'lib qoldimi? Ha, tayyor. Ko'proqmi? Ha, yetadi. Kasal ko'rgani boramiz. Kim ekan? Borganda bilasiz. Borishga arziydimi? Albatta arziydi. Musulmonda 5 ta haqqi bo'ladi. Birinchisi salom bersa alik olish. Ikkinchisi bemor bo'lganda borib yo'qlash. Uchinchisi olamdan o'tganda janozasida ishtirok etish. To'rtinchisi taklif etilganda labbay deb borish. Va beshinchisi esa aksi bo'lsa unga yaxshilik tilash. Biz yo'qlaydigan bemorimiz musulmon. Xo'p, tayyor bo'pti-yu, ha? Ha, tayyor. Ko'rinishi zo'r. Mazasi ham yaxshi bo'lsa kerak. Xudo xohlasa yaxshi. Taomlarimizga lazzatni Alloh beradi. Sababchisi esa shedray so'zi. Barakalla. O'zingiz ham tezroq tayyorlaning. Bashang kiyinmang. Chunki bemor ko'rgani borayotganda odmiroq kiyinadilar. Bemor ziyoratini alohida jihatlaridan biri, bemorni oldiga kirganda birinchidan ko'p savol bermaysiz va bemorning kasalligi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar yaxshisiz deb tasalli berasiz va ziyorat uzoq cho'zilmasligi kerak. Chunki bemor toliqib qoladi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz? Alaysiz. Yaxshimisiz? Qarang, nima unaqa siz yastanib yotibsiz? Tuppa tuzuk ekansiz. Yaxshimi? Yaxshi. Gapiring, yaxshisiz. Eslamaydi dema har dam yodimdasan. Yaxshi bo'ling, kasal bo'lmang. Bolalaringiz vaqtiga, hojikani vaqtlariga. Endi biz turamiz. Hozir keldinglar. Yo'q. Bemor yo'qlovga borganda tez turish kerak urintirmasdan. Urintirib qo'ymaylik. Shunga duo qiling. Duo qiling. Duosi mustajob odamlardan biri bu bemor odam. Shubhasiz mustajob. Marhamat. Ilohim amin. Rahmat kattakon shunchalik yo'qlab kelganinglarga. Mening do'stim, mening do'stim. Qo'rqma do'stim, molu dunyo kelar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar murodiga yetar. Mening do'stim, mening do'stim.